Botir Qodirov sudda yutdi. Sud uni Sherali Jo'rayevning o'g'li deb topdi. Jo'rayevlar ishida sud qarori o'qildi. Sud xonanda Botir Qodirovning da'vo arizasini qanoatlantirib, marhum Sherali Jo'rayevning unga nisbatan otalik faktini belgiladi. Aka-uka Jo'rayevlar esa hal qiluvchi qaror g'ayriqonuniy ekanini aytmoqda. Fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo sudida xonanda Botir Qodirovning otalikni belgilash haqidagi da'vosi yuzasidan sud qarori o'qildi. Sud Botir Qodirovni Sherali Jo'rayevning o'g'li deb topdi. Botir Qodirovning javobgarligi Jo'rayevlar Shohjahon Jo'rayev Sherali o'g'li va Jo'rayev Sherali o'g'liga nisbatan otalik faktini belgilash haqidagi da'vo arizasi qanoatlantirilsin. Marhum 2023-yil 4-fevralda vafot etgan Sherali Jo'rayev 1981-yil 5-mayda tug'ilgan Qodirov Botir Sheraliyevichga nisbatan otalik fakti belgilansin, deya sud qarori o'qigan. Ishni ko'rgan sudya